Hammaga salom alaykum. Bugun bizlara Qashqadaryodan mehmonlarimiz tashrif buyurdilar. Biza ulara Devzira bunisidan choyxona palov tayyorlab berdik. Video davomida ko'rib ko'raverasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda mana balla gap atadi yomanda. Xorazmdan salom aytdim salomda. Sizlar Qashqadaryodan keldingizlar, qaranglar. Sizlarning yanınızda Xorazm qozonini ekkan. Yeni ekbara. Xorazmga mehmonsizlar. Ha, mehmon. O'zlariz oshlaringizdan yuvdik. Bugun mana hozir Andijoncha zakaz qilganingizga rahmat sizlarga. Devziradan. Devziradan. Andijondan borib, Andijon shoshi yeganday bo'ldinglar. Hakikaten, vodiy shoshi yeganday. Yoqdimi sizga? Demak yoqdi. Nimaga aynan akbarosh bo'ldi? Tanlov. Biza endi keldik Akbar Osh. Eng nomer 1 mana shu Urganchga Akbar Osh deysiz. Xorazmdan rekomendatsiyalar bilan keldik ukam. Yigitlarning hammasi Akbar Oshni maqtadi, shu uchun keldik. Gap qo'shimcha emas, ko'rsatmasiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Powerga ham rahmat aytib qo'ying. Sog' bo'ling. Ikki martalab aytinglar. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Qashqadaryo